Gemorragik insultda biz mana tekshiruvlar o'tkazdiramiz. O'sha tekshiruvlar natijalari qanday bo'ladi? Ya'ni bunda gemorragik insult holatlarida qon analizlari odatda chapga siljigan bo'ladi. Bunda leykotsitoz, neutrofillar hamda limfotitlar nisbatan bildiruvchi Krebs indeksi 5 dan yuqori bo'ladi. Normada 3 gacha bo'lishi kerak. Eozinofiliya ko'pincha aniqlanadi. Lekordagi ya'ni qondagi qand miqdori, katexolaminlar va azot qoldig'i darajasi oshishi mumkin. Serotonin darajasi, e'tibor bering, birinchi kunida pasayadi serotonin darajasi. 4-5 kunlarda oshishi mumkin. Fibrinolitik faolligi oshadi va trombotsit agregatsiyasining kamayishi kuzatiladi. Kreatinin fosfokinaza va aldolaza faoliyati oshadi. Miya parenximasida qon ketish holatlarida likor suyuqlikda sezilarli miqdorda qon bo'lishi mumkin. Bu 4-6 soatdan keyin ko'pincha kechroq, ya'ni 48 soatgacha namoyon bo'ladi. Va keyinchalik ksentoxromiya bilan davom etadi. Likor suyuqligi sentrifuga qilingandan keyin eritrotsitlar soni 50 tadan 70 tagacha yetadi. Bunday holatlarda asosan likor suyuqligi tizimidagi qon aralashmalar buzilishi bo'lishi mumkin. Oqsil odatda 1-3 grammgacha tashkil etadi. Laktat degidrogenaza va laktat miqdori ko'tariladi. Kam holatlarda likor o'zgarmagan bo'ladi. Miya ichi qon ketishlarini tashxislash uchun ko'pincha tekshiruv usullaridan echoensefalografiyaga kiradi. Bunda tekshiruv xulosalari yarim sharlardagi miya ichi qon ketishi holatlarida gematoma joylashgan tomonda qarama-qarshi tomonda echo sezilarli darajada siljishi aniqlanadi. Kompyuter tomografiya va magnit-rezonans tomografiya tekshiruvlari gemorragik jarayonning lokalizatsiyasi va hajmini aniqlashga imkon beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.